Sotuvda navbatdagi qimmat bo'lgan Gentra avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan 24 salondan olingan, 3-paysi avtomat korobka, komplektatsiya Elegant Plus, bosib o'tgan masofasi, probegi 36 000 km. Mashina faqat benzinda yurgan, egasiga respekt. 15 litr benzinga chidab yurishdan har kimga ham emas. Gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlar a'lo darajada. Mashinaga qilingan ishlariga keladigan bo'lsak, krugovoy tonirovkasi bor. 4 ta qimmat lassi yumshoq balonlar taqib qo'yilgan, balonlarning holati hali yangi holatda. Orqada Optra stop. Mashina 100% shuma izolyatsiyalar qilib qo'yilgan, beton shuma izolyatsiya, kuzov ideal holatda turibdi, qirilgan, sirilgan joy umuman yo'q, 100% toza. Bemalol xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratniy salon, laminatsiyalar qilib qo'yilgan, qirilib ketmagan, yaxshi chexol polik o'rnatilgan, Malibu 2 original rul o'rnatilgan, Malibu 2 original bar o'rnatilgan, video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya Magic Car bor, monitor o'rnatilgan, akkuratniy, приятный salon, lyuki albatta mavjud. Narxi 14 800 $. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.